Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Bugun men pensionerlar uchun juda muhim masalani tushuntirib beraman. 15 sentyabrga qadar ayrim pensionerlarga berilishi kerak bo'lgan summalar. Yangi ro'yxat. Kimlar bu ro'yxatga kirishi mumkin? Kimlar kutmasligi kerak va eng muhimi pul kelmasa nima qilish kerak? Bu ma'lumot oddiy xabar emas, chunki u ko'plab oilalarning kundalik xarajatiga, dori-darmoniga, kommunal to'loviga va oziq-ovqatiga bevosita ta'sir qiladi. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring, chunki men sizga faqat umumiy gaplarni emas, amalda kerak bo'ladigan aniq qadamlarni ham aytaman. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday ma'lumotlar kech eshitilsa, odam o'z haqqini talab qilishda vaqt yo'qotadi. Asosiy masala shundan iboratki, pensionerlar orasida har doim ham hamma bir xil holatda bo'lmaydi. Kimdir asosiy pensiyasini vaqtida oladi, kimdir qayta hisob-kitobdan keyin qo'shimcha summa kutadi, kimdir hujjat topshirgan lekin javobini bilmaydi. Yana kimdir plastik kartaga pul tutishganini ko'rmay, menga tegishli emas ekan deb o'ylab qoladi. Men bugun aynan mana shu chalkashliklarni tartib bilan ochib beraman. Avvalgi tartibda ko'p pensionerlar pensiya miqdori belgilanganidan keyin yillar davomida faqat indeksatsiya, ya'ni oshirish bo'yicha o'zgarishlarni kutib yashardi. Masalan, pensiya oshsa hammaga tegishli foizda qo'shilardi. Lekin ayrim holatlarda pensionerning shaxsiy ishida xato bo'lishi, ish staji to'liq kiritilmagan bo'lishi, ish haqi ma'lumotnomasi vaqtida hisobga olinmagan bo'lishi yoki imtiyozli davrlar e'tibordan chetda qolgan bo'lishi mumkin. Bunday vaziyatda odam ko'pincha yillar davomida kamroq pensiya olib yurgan bo'ladi. Endi esa pensionerlar bo'yicha ma'lumotlar ko'proq elektron bazalar orqali solishtirilmoqda. Ya'ni shaxsning yoshi, pensiya turi, nogironlik guruhi, boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha pensiya, ish staji, avval topshirilgan hujjatlar, bank kartasi, yashash manzili kabi ma'lumotlar qayta tekshirilishi mumkin. Natijada ayrim pensionerlar yangi ro'yxatga tushadi. Bu ro'yxat deganda men shuni nazarda tutyapman. Qo'shimcha to'lov, qayta hisob-kitob, kechiktirilgan farq summasi yoki alohida kompensatsiya olishi ehtimoli bor shaxslar ajratib olinadi. Bu yerda eng muhim narsani tushunib olish kerak. Ro'yxatga kirish har doim hamma pensionerga bir xil pul beriladi degani emas. Ba'zan odamlar 25 sentyabrgacha hamma pensionerga falon so'm tarqatilar ekan degan gapni eshitadi. Men ekspert sifatida ogohlantiraman. Bunday gaplarni eshitganda darhol rasmiy manbadan tekshirish kerak. Chunki amaliyotda ko'pincha summa har bir pensionerning holatiga qarab farq qiladi. Kimdir 80 ming so'm olishi mumkin, kimdir 300 ming so'm. Kimdir esa umuman olmasligi mumkin. Chunki uning hisob-kitobida kamchilik aniqlanmagan bo'ladi. 10 sentyabr sanasi ko'p hollarda to'lovlar yakunlanishi, ro'yxatlar bo'yicha pul o'tkazilishi yoki qayta hisob-kitob natijalari bo'yicha tegishli summalar berilishi kerak bo'lgan muddat sifatida tilga olinadi. Agar siz pensioner bo'lsangiz yoki oilangizda pensioner bo'lsa, bu muddatni befarq o'tkazib yubormang. Chunki aynan muddat o'tgandan keyin menga nima uchun tushmadi degan savol bilan murojaat qilish osonroq bo'ladi. Muddat kelmasidan oldin esa vaziyatni tekshirib, hujjatlaringiz to'g'riligini aniqlab qo'yish mumkin. Oldin ko'p narsani odam o'zi borib so'ramasa, bilmay qolardi. Masalan, pensioner tuman pensiya bo'limiga bormaguncha, uning ish stajida 1 yil yetmayotgani yoki avvalgi ish joyidan berilgan ma'lumotnoma bazaga kiritilmagani aniqlanmasdi. Hozir esa elektron tizimlar orqali ayrim ma'lumotlar solishtirilgani uchun xato aniqlanishi tezlashgan. Lekin bu hamma narsa avtomatik bo'ladi. Men hech narsa qilmasam ham pul keladi degani emas. Ayniqsa eski hujjatlar, Sovet davridagi mehnat daftarshalari, yopilib ketgan korxonalar. Arxivdan olingan ma'lumotlar bo'yicha muammo bo'lsa, pensioner yoki uning yaqinlari baribir harakat qilish kerak bo'ladi. Birinchi navbatda pensiyasi yaqinda qayta hisoblangan pensionerlar e'tiborli bo'lishi kerak. Masalan, siz oxirgi oylar ichida tuman pensiya jamg'armasiga qo'shimcha ish staji bo'yicha hujjat topshirgan bo'lsangiz, sizga farq summasi hisoblanishi mumkin. Aytaylik, sizning pensiyangiz 1.270 ming so'm edi. Qo'shimcha staj tasdiqlangach, pensiya 1.370 ming so'm bo'ldi. Farq 120 ming so'm. Agar bu o'zgarish 3 oy oldingi davrdan boshlab hisoblanishi kerak bo'lsa, sizga 36 ming so'm atrofida farq to'lanishi mumkin. Albatta, aniq miqdor hujjat sanasi va qaror qabul qilingan kundan kelib chiqadi.
Ikkinchi guruh nogironlik pensiyasi yoki nafaqasi oluvchilar. Bu yerda ham ko'p nozik jihatlar bor. Nogironlik guruhi o'zgargan bo'lsa, tibbiy mehnat ekspert komissiyasi xulosasi yangilangan bo'lsa yoki avvalgi hujjat tizimga kech kiritilgan bo'lsa, to'lovda farq paydo bo'lishi mumkin. Masalan, fuqaro ikkinchi guruhdan birinchi guruhga o'tkazilgan. Lekin bu ma'lumot to'lov tizimida kech aks etgan bo'lsa, o'sha kechikkan davr uchun qo'shimcha summa chiqishi ehtimoli bor. Uchinchi guruh boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha pensiya yoki nafaqa oluvchilar. Bunda oiladagi voyaga yetmagan bolalar, kunduzgi ta'limda o'qiyotgan farzandlar, mehnatga layoqatsiz oila a'zolari hisobga olinadi. Masalan, bir oilada 2 nafar bola boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha pensiya oladi. Katta farzand kollej yoki oliy ta'limda kunduzgi shaklda o'qiyotgani tasdiqlovchi ma'lumotnoma vaqtida topshirilmasa, to'lov to'xtab qolishi yoki kamayishi mumkin. Keyin hujjat topshirilgach, ayrim davr uchun qayta tiklash va farq to'lash masalasi ko'riladi. Shuning uchun bunday oilalar 11 sentyabrgacha o'z hujjatlarini albatta tekshirishi kerak. 4-guruh pensiyani plastik kartadan oladigan. Lekin SMS xabarnoma ulanmagan yoki telefon raqami o'zgargan pensionerlar. Ko'p odam pul tushganini bilmaydi. Bankomatdan ko'rmaydi, mobil ilovadan foydalanmaydi, farzandlari ham tekshirmaydi. Keyin menga hech narsa berilmadi deb o'ylaydi. Aslida esa karta hisobiga pul tushgan, lekin xabar kelmagan bo'lishi mumkin. Shu sababli kartangiz balansini bank orqali, bankomat orqali yoki ishonchli mobil ilova orqali tekshirish kerak. Agar sizning pensiyangiz har oy muntazam tushayotgan bo'lsa, oxirgi vaqtda hech qanday qayta hisob-kitob uchun ariza bermagan bo'lsangiz. Nogironlik guruhi o'zgarmagan bo'lsa, boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha tarkib o'zgarmagan bo'lsa, ish staji bo'yicha qo'shimcha hujjat topshirmagan bo'lsangiz, unda siz alohida qo'shimcha summa kutmasligingiz mumkin. Lekin bu umuman tekshirmang degani emas. Men har bir pensionerga kamida yiliga bir marta o'z pensiya ishini tekshirtirishni maslahat beraman. Chunki xato bor yo'qligini faqat pul miqdoriga qarab bilish qiyin. Masalan, bir pensioner 1 million 600 ming so'm oladi va hammasi joyida deb o'ylaydi. Lekin uning 35 yil ish stajidan 32 yil hisoblangan bo'lishi mumkin. Yoki yuqori ish haqi olgan yillar emas, pastroq ko'rsatkichlar kiritilgan bo'lishi mumkin. Bunday holat bir oyda katta farq bermasligi mumkin, lekin 1 yil, 2 yil, 5 yil davomida sezilarli summaga aylanadi. Birinchi misol. Toshkent viloyatida yashovchi pensioner ayol 2023 yilda pensiyaga chiqqan. Uning mehnat daftarchasida tikuv fabrikasida ishlagan 6 yillik davr bor, lekin korxona yopilib ketgani uchun ma'lumot arxividan kech topilgan. Dastlab pensiya 1 million 1 ming so'm qilib belgilangan. Keyin arxiv ma'lumotnomasi topshirilgach, staj to'liq tasdiqlandi va pensiya 1 million 310 ming so'mga oshadi. Farq oyiga 1 ming so'm. Agar bu farq 4 oy uchun hisoblanadigan bo'lsa, pensionerga 7 ming so'm qo'shimcha berilishi mumkin. Bu pul kimdir uchun mayda ko'rinishi mumkin, lekin pensioner uchun bir oy dori-darmon yoki kommunal to'lov degani. Ikkinchi misol. Farg'onada yashovchi erkak nogironlik pensiyasi oladi. Uning guruhi qayta ko'rikdan keyin o'zgargan, lekin hujjatlarni topshirishda kechikish bo'lgan. Natijada 2 oy davomida eski miqdor bo'yicha pul olgan. Yangi qaror kiritilgach farq hisoblanadi. Agar eski to'lov 900 ming so'm, yangi to'lov 1 million 21 ming so'm bo'lsa, oyiga 2 ming so'm farq chiqadi. 2 oy uchun 500 ming so'm. Lekin bu summa avtomatik kelmasa, fuqaro tuman pensiya bo'limiga borib, qaror nusxasi va shaxsini tasdiqlovchi hujjat bilan murojaat qilish kerak. Uchinchi misol. Samarqandda bir oilada boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oluvchi talaba farzand bor. Talaba kunduzgi bo'limda o'qiydi, lekin o'qish joyidan ma'lumotnoma vaqtida topshirilmagan. To'lov bir muddat kamaygan. Keyin ma'lumotnoma olib borilgach, qayta hisob-kitob masalasi ko'rilgan. Mana shu yerda eng katta xato shuki, ko'pchilik o'qiyotgani bari bazada ko'rinadi deb o'ylaydi. Amalda esa har doim ham ma'lumotlar avtomatik ulanavermaydi. Shuning uchun ta'lim muassasasidan rasmiy ma'lumotnoma olish va pensiya bo'limiga topshirish zarur. 4-misol. Qashqadaryoda yashovchi pensioner plastik kartasini o'g'lining telefon raqamiga ulangan holda ishlatadi. O'g'li boshqa viloyatda ishlaydi. SMS keladi, lekin otasiga aytmaydi. Pensioner esa pul tushmagan deb o'ylaydi. Keyin bankka borganda karta hisobida qo'shimcha to'lov turgani aniqlanadi.
Shuning uchun men har doim aytaman. Pensionerning kartasi bo'yicha xabarnoma o'zining yoki doim yonida bo'ladigan ishonchli yaqinining telefoniga ulangan bo'lishi kerak. Eng birinchi nozik jihat ariza sanasi. Ko'p hollarda to'lov qaysi kundan boshlab hisoblanishi ariza qachon berilganiga, hujjat qachon topshirilganiga va huquq qachon paydo bo'lganiga bog'liq. Masalan, siz qo'shimcha staj hujjatini avgustda topdingiz, lekin sentyabr oxirida topshirdingiz. Bunday holatda farqni qaysi sanadan hisoblash masalasi alohida ko'riladi. Shuning uchun hujjatni topgan zahoti topshirish kerak. Kutish foyda bermaydi. Ikkinchi nozik jihat. Hujjatning sifati. Mehnat daftarchasida muhr xira bo'lsa, lavozim yozuvi tushunarsiz bo'lsa, sana noto'g'ri qo'yilgan bo'lsa, arxiv ma'lumotnomasi talab qilinishi mumkin. Pensioner men ishlaganman, hamma biladi deb aytish yetarli emas. Pensiya hisob kitobida hujjat asosiy dalil hisoblanadi. Guvohlarning gapi ayrim hollarda yordam berishi mumkin, lekin odatda rasmiy hujjat kerak bo'ladi. Uchinchi nozik jihat bank kartasi muddati. Karta muddati tugagan bo'lsa, pul hisobga o'tgan bo'lishi mumkin, lekin yechib olishda muammo chiqadi. Ba'zida pensioner bankka bormaydi, karta ishlamaydi, keyin pensiya kelmadi deb o'ylaydi. Agar kartangiz muddati tugagan bo'lsa, bankka borib yangilang. Pasport yoki ID karta olib boring, agar sog'lig'ingiz sababli bora olmasangiz. Bankdan masofaviy xizmat yoki ishonchnoma orqali rasmiy tartibni so'rang. To'rtinchi nozik jihat, yashash manzili o'zgargan bo'lsa, pensioner boshqa tuman yoki shaharga ko'chgan, lekin pensiya ishini ko'chirmagan bo'lishi mumkin. Bunday vaziyatda xabarnomalar eski manzilga ketishi, chaqiruvlar yetib bormasligi, ayrim tekshiruvlar cho'zilishi mumkin. Agar doimiy yashash joyingiz o'zgargan bo'lsa, pensiya ishini ham mos ravishda yangilash kerak. Beshinchi nozik jihat, firibgarlik xavfi. Agar kimdir sizga telefon qilib, 25 sentyabrgacha pensionerlarga pul beriladi, kartangiz raqamini, SMS kodini ayting desa, darhol suhbatni to'xtating. Hech bir rasmiy tashkilot sizdan SMS kod so'ramaydi. Karta raqami amal qilish muddati, CVV kodi, SMS parolni hech kimga aytmang. Qo'shimcha to'lovni rasmiy organlar sizdan kod so'rab bermaydi. Agar haqiqatan ham to'lov bo'lsa, u belgilangan hisobingizga o'tkaziladi yoki rasmiy tartibda xabar beriladi. Birinchi qadam, o'z pensiya miqdoringizni va oxirgi tushumlarni tekshiring. Agar kartaga olsangiz, bankomatdan meni ko'chirma oling yoki bankka murojaat qiling. Agar naqd shaklda olsangiz, to'lovni olib keladigan mas'ul xodimdan yoki pochta bo'limidan aniq tushum sanasini so'rang. Faqat qo'shnilarning gapiga qarab xulosa qilmang. Bir mahallada ikki pensionerning holati butunlay boshqa bo'lishi mumkin. Ikkinchi qadam, tuman yoki shahar pensiya bo'limiga murojaat qilishga tayyorlaning. O'zingiz bilan ID karta yoki pasport, pensiya guvohnomasi bo'lsa, uni plastik karta rekvizitlari, mehnat daftarchasi nusxasi, qo'shimcha stajni tasdiqlovchi hujjatlar, nogironlik bo'yicha xulosa, o'quvchisini yo'qotganlik bo'yicha hujjatlar, talaba farzand uchun o'qish joyidan ma'lumotnoma olib boring. Hujjatlarni oldindan tartiblab qo'ying. Har bir qog'ozning nusxasini alohida papkaga soling. Uchinchi qadam, murojaatni og'zaki gap bilan cheklamang. Agar siz qo'shimcha summa, qayta hisob kitob yoki ro'yxatda bor yo'qligingizni bilmoqchi bo'lsangiz, yozma ariza bering. Arizada shunday mazmunda yozish mumkin: mening pensiya to'lovlarim bo'yicha 25 sentyabrgacha amalga oshirilishi kerak bo'lgan qo'shimcha hisob kitoblar, farq summalari yoki ro'yxatga kiritilmaganim yuzasidan ma'lumot berishingizni so'rayman. Pensiya ishimdagi staj, imtiyoz va to'lov ma'lumotlarini qayta tekshirishingizni so'rayman. Arizangizga sana qo'ying, imzo cheking, qabul qilinganligi haqida belgi yoki ro'yxat raqamini oling. To'rtinchi qadam, agar javobdan qoniqmasangiz, yuqori tashkilotga murojaat qiling. Avval tuman bo'limidan yozma javob oling. Keyin viloyat darajasidagi mas'ul organga yoki tegishli davlat xizmatlari kanallari orqali murojaat yuborish mumkin. Muhimi, hissiyot bilan emas, hujjat bilan harakat qiling. Menga pul berma degan gapning o'rniga falon sanada ariza berdim, falon hujjatni topshirdim, pensiyam falon miqdorda. Qayta hisob kitob bo'yicha yozma tushuntirish so'rayman deb yozsangiz, murojaatingiz ancha jiddiy ko'riladi. 5-qadam, farzandlar va yaqinlar pensionerlarga yordam berish kerak. Ko'p ota-onalar navbatda turishga qiynaladi. Hujjatlarni tushunmaydi, telefon orqali aldovlarga ishonib qolishi mumkin. Agar oilangizda pensioner bo'lsa, uning kartasi ishlayaptimi? SMS xabar kelyaptimi? Pensiya miqdori o'zgarganmi? Hujjatlari to'liqmi?
Shularni tekshirib bering. Bu oddiy yordam emas, bu ularning qonuniy haqini himoya qilishdir. Bugundan boshlab birinchi qiladigan ishingiz oxirgi 3 oyda tushgan pensiya summalarini yozib chiqing. Masalan, iyulda qancha tushdi? Avgustda qancha tushdi? Sentyabrda qancha tushdi? Agar qo'shimcha to'lov bo'lsa, alohida ko'rinishi mumkin. Ba'zan bir kunda 2 xil tushum keladi. Biri asosiy pensiya, ikkinchisi farq summasi. Buni bank ko'chirmasida ko'rish mumkin. Keyin hujjatlaringizni tekshiring. Mehnat daftarchangiz yo'qolgan bo'lsa, avval ishlagan joylaringiz bo'yicha arxivga murojaat qiling. Korxona ishlayotgan bo'lsa, kadrlar bo'limidan ma'lumotnoma oling. Korxona yopilgan bo'lsa, tuman yoki viloyat arxiviga so'rov yuboring. Agar ishlagan yillaringizdan birortasi pensiya hisobiga kirmagan deb o'ylasangiz, buni albatta ko'taring. Agar nogironlik bo'yicha to'lov olsangiz, tibbiy xulosa muddati tugamaganini tekshiring. Qayta ko'rik sanasi o'tib ketgan bo'lsa, to'lovda uzilish bo'lishi mumkin. Agar sog'lig'ingiz sababli bora olmagan bo'lsangiz, buni tasdiqlovchi tibbiy hujjatlarni yig'ing va rasmiy tartibda tushuntiring. Agar boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha to'lov olsangiz, farzandning yoshi, o'qish shakli va ma'lumotnomasi muhim. Kunduzgi ta'limda o'qiyotganini tasdiqlovchi hujjatni kechiktirmang. Sirtqi yoki kechki ta'lim bo'yicha qoidalar boshqacha bo'lishi mumkin. Shuning uchun aniq holatni pensiya bo'limidan yozma so'rang. Avvalo vahimaga tushmang va darhol xulosa chiqarmang. Birinchi bankni tekshiring. Karta faolmi? Hisob raqami to'g'rimi? Karta bloklanmaganmi? Muddat tugamaganmi? Ikkinchi pensiya bo'limidan so'rang. To'lov chiqarilganmi yoki yo'qmi? Uchinchidan, agar to'lov chiqarilgan, lekin hisobga tushmagan bo'lsa, bank va pensiya bo'limi o'rtasidagi rekvizit masalasini tekshiring. Ba'zan bitta raqamdagi xato ham pulning kechikishiga sabab bo'ladi. Agar siz ro'yxatda borsiz degan javob eshitgan bo'lsangiz, lekin pul tushmagan bo'lsa, kim aytganini, qachon aytganini, qanday hujjat asosida aytganini aniqlang. Og'zaki va'da yetarli emas. Sizga yozma javob yoki hech bo'lmaganda murojaat raqami kerak. Agar kutib turing deyishsa, qaysi kungacha kutish kerakligini so'rang. Uyimda sentyabrdan keyin ham pul tushmasa, yozma murojaat bilan sababini talab qiling. Agar siz ro'yxatga kirmagan bo'lsangiz, bu har doim adolatsizlik degani emas, balki qo'shimcha hisob-kitob tegishli emasdir. Lekin bunga ishonch hosil qilish uchun pensiya ishingiz tekshirilgan bo'lishi kerak. Men doimo shuni aytaman. Menga tegishli emas ekan deb uyda o'tirishdan oldin kamida bir marta rasmiy tekshiruvdan o'ting. Birinchi xato. Mish-mishlarga ishonish. Hammaga 500 ming so'm berilar ekan. Faqat 7 yoshdan oshganlarga ekan. Faqat bank kartasi borlarga ekan. Kabi gaplar har doim ham to'g'ri bo'lavermaydi. Har bir to'lovning o'z huquqiy asosi, o'z tartibi va o'z ro'yxati bo'ladi. Ikkinchi xato, hujjatlarni uyda saqlab yurish. Pensionerda qo'shimcha stajni tasdiqlovchi hujjat bor, lekin uni topshirmaydi. Kerak bo'lsa chaqirishadi deb kutadi. Yo'q, ko'p hollarda siz o'zingiz tashabbus ko'rsatishingiz kerak. Uchinchi xato, yozma javob olmaslik. Og'zaki suhbatdan keyin hech narsa isbotlab bo'lmaydi. Siz ariza topshirsangiz va javob olsangiz, keyingi bosqichda o'z haqingizni talab qilish ancha osonlashadi. To'rtinchi xato, SMS kod va karta ma'lumotlarini begonalarga berish. Pensionerlar ayniqsa ehtiyot bo'lish kerak. Firibgarlar aynan pensionerlarga pul chiqdi degan mavzudan foydalanib odamlarni chalg'itadi. Men qat'iy aytaman, SMS kodni hech kimga aytmang. Hatto u o'zini bank xodimi yoki davlat tashkiloti vakili deb tanishtirsa ham. Demak, 11-sentyabrgacha pensionerlar uchun muhim davr. Kimdir qo'shimcha summa olishi mumkin. Kimdir qayta hisob-kitobdan keyin farq summasini kutishi mumkin. Kimdir esa hujjati to'liq bo'lmagani uchun pulni vaqtida ola olmasligi mumkin. Eng to'g'ri yo'l shuki, kartangizni tekshiring, pensiya bo'limiga murojaat qiling, hujjatlaringizni tartiblang, kerak bo'lsa yozma ariza bering va javobni talab qiling. Men sizga ekspert sifatida shuni maslahat beraman. O'z haqingizni bilishdan uyalmang, savol berishdan tortinmang, hujjat talab qilishdan qo'rqmang. Pensiya bu sovg'a emas, bu insonning yillar davomida qilgan mehnati, to'lagan badallari va qonuniy huquqi natijasidir. Shuning uchun har bir so'm o'z egasiga vaqtida yetib borishi kerak. Kommentariyada yozing. Sizning hududingizda pensionerlarga qo'shimcha to'lovlar bo'yicha xabar bormi? Pul tushdimi yoki hali kutyapsizmi? Boshqa pensionerlarga ham foydasi tegishi uchun tajribangizni yozib qoldiring. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring.
Chunki bu ma'lumot aynan bugun kimningdir qonuniy pulini vaqtida olishiga yordam berishi mumkin.